Mamlakatimizda yoshlarni koronavirus pandemiyasi sharoitida vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida turli onlayn dasturlar tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbirlarning navbatdagisi ijtimoiy tarmoqlar orqali Namangan ixtisoslashtirilgan san'at maktabining katta zalidan olib borildi. Mana borar joyim o'shal Namangan. Mana borar joyim o'shal Namangan. Qiz bolang keladi bo'ynida marjonay oyda olay. Qiz bolang keladi bo'ynida marjonay oyda. Unda Nihol davlat mukofoti sovrindori, milliy qo'shiqlarning mohir ijrochisi Shavkat Ergashev, mahoratli sozandalar Oybek Hoshimjonov, Mansur Habibullayev ishtirok etib, nodir musiqiy asarlarni ijro etdilar. Bulardan tashqari 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan yoshlar oyligi doirasida san'atning ashula va cholg'u yo'llari, xalq cholg'ulari va ashula va qo'shiqchilik san'atining xususiyatlari haqida qiziqarli ma'lumotlar berdilar. Ayniqsa mumtoz navolar bilan birgalikda vatanni ulug'lovchi bu diyor, munis onajonlarimizni madh etuvchi onam, nodir durdonalarimizdan Namangan tanovori kabi asarlar tinglovchilarda katta taassurotlar qoldirdi. Hozirda mana shu Namangan ixtisoslashtirilgan san'at maktabi o'qituvchilari o'zini salohiyatiga ega, o'quvchilari iqtidorlik, o'z ustida tinmasdan izlanib keladigan o'quvchilarimiz shu bilan bir qatorda respublikamizda o'tkazib kelinayotgan barcha ko'rik tanlovlarda, xususan xalqaro ko'rik tanlovlarda ham o'quvchilarimiz muntazam ravishda qatnashib, birinchi o'rinlarni olib, oliygohlarimizga grant asosida o'qishga qabul qilib kelinmoqda. Bundan tashqari yosh ijrochilar ko'rik tanlovi, Nihol ko'rik tanlovlariga o'quvchilarimiz qatnashib kelishmoqda. Yaxshi natijalarga erishib kelishmoqda. Hozirda karantin sharoitida o'quvchilarimiz bilan axborot texnologiyalari orqali shu onlayn tarzda o'quvchilarimiz bilan ishlab kelmoqdamiz, barcha o'quvchilarimiz bilan. Biz ko'p ta'kidlab o'tamiz, eng yaxshi ustoz mana shu ustozlarimizni birinchi o'rinda yozuv tasmalari hisoblaymiz. Kamiga biz o'zimiz o'quvchilarimizga mana shu xalqimizni mumtoz qo'shiqlaridan, ustoz xonanda, hofizlarimizni qo'shiqlaridan o'quvchilarimizga yozuv tasma orqali jo'natamiz, o'quvchilarga o'rgatib boramiz. Bo'sh paytlarimizda mana shunaqa onlayn konsertlarni tashkil qilib kelmoqdamiz. Dasturni viloyat teleradio kompaniyasining boshlovchisi Rahmatulloh Isomidinovning olib borishi muxlislar va san'atkorlar o'rtasidagi mazmunli suhbatga asos bo'ldi. Bunday onlayn konsertlarning tashkil etilishi o'z navbatida xalqimizning san'atga bo'lgan ehtiyojini qondirish barobarida milliy musiqamizga qiziquvchilarning saflari kengayishiga xizmat qiladi.